bo'ladi, borib ko'rib keldik. Ana ustoz, juda katta odam. Bu inson san'atga kirib kelganda Sirdaryoda endi paxta ekiladigan paytlar edi. O'shaning uchun juda ham ko'hna, qadimiy Sog'lik. To'xtamurod ekan bu inson. Tomoshabinlar bilan Dilshodbek so'rashmoqchi. Assalomu alaykum. Ishlaydi ukajon. Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun Ronaldoni oldiga safar boshlaganman. Bugun 7-kuni uydan duo olib chiqqanimga. Albatta. Vodiydan shaqacha 7 kunda keldingmi? Yo'q, bo'ldi piyoda emas, samolyotda uchaman, hozir 2 kundan keyin Hindistonga uchib ketaman. Do'stlar deb yo'lda ketyapman hozir. Yo'ldami o'zi? Men qarayishdim. 155 kunda rostdan piyoda bordim. Qaysi davlatlarni kezib o'tdim ukajon?